Turk seriallarining ajoyib yulduzi Hilal Oltinbelek shunchaki go'zal tashqi ko'rinish egasi emas, balki har bir rolini psixologik jihatdan teran tahlil qila oladigan, Turkiya shou biznesida o'z prinsiplariga ega bo'lgan eng murakkab dramatik aktrisalardan biridir. Aktrisaning bolaligi, ichki kechinmalari, karyerasidagi og'ir burilish nuqtalari haqida bilishni istaysizmi? Unda videomizni oxirigacha ko'ring. Hilol 1991-yil 11-fevralda Izmirda, Kosovo va Yugoslaviyadan ko'chib kelgan muhojirlar oilasida tug'ilgan. Uning bolaligi juda serharakat va san'atga lim-molim o'tgan. 7 yoshida ilk bor teatr to'garagiga borgan bo'lsa, 14 yoshida gitara, keyinchalik esa pianino chalishni o'rgangan. Men bolaligimda juda sho'x va quvnoq qiz bo'lganman. Oilaviy yig'ilishlarda davraning o'rtasiga chiqib olib, taqlidlar qilardim, qo'shiq aytardim. O'smirligimda o'zimcha allaqanday kuylarni to'qib, notaga solardim va ota-onamning oldiga yugurib borib, ularning olqishini kutardim. San'atga bo'lgan muhabbatim mana shunday uyg'ongan. Qizig'i shundaki, Hilol bolaligida aktrisalikdan tashqari yana ikkita kasb haqida orzu qilgan. Veterinar yoki psixolog bo'lishni. Yillar o'tib, u psixologiyaga bo'lgan qiziqishini rollari orqali amalga oshirayotganini ta'kidlaydi. Ota-onasining istagi va hayotiy kafolati uchun u Ege universitetining biznes boshqaruvi fakultetiga o'qishga kiradi. Biroq ichidagi san'atga bo'lgan qiziqish uni baribir tinch qo'ymaydi. Universitetda o'qib yurgan kezlarida Izmirdagi va keyinchalik Istanbuldagi mashhur Mojdod Gezen san'at markazida aktyorlik ta'limini ola boshlaydi. Men biznes yo'nalishida o'qidim, chunki hayotda qo'limda qo'shimcha kasbim bo'lishini xohladim. Ammo Istanbulga kelib, professional ta'lim ola boshlaganimdan keyin tushundimki, inson o'z orzularidan qochib qutula olmas ekan. Men sahnada o'zimni baxtli his qilardim. Uning Istanbuldagi hayoti oson kechmadi. Ilk bor 2011-yilda Derin suvlar seriali orqali ekranga chiqdi, ammo katta shaharning shiddati yosh aktrisani ancha tobladi. Aktrisaning karyerasi 3 ta yirik loyiha atrofida shakllandi. Qaragul, ya'ni Qora gul. Bu ilk katta sinov bo'ldi. Bu serialda u O'zlem ismli makkor, ammo ichki fojiasi bor qizni o'ynadi. Odatda debyutant aktrisalar salbiy rollardan qo'rqishadi, ammo Hilol bu rolni ataylab tanladi. O'zlem obrazi men uchun haqiqiy maktab bo'ldi. U salbiy qahramon edi, lekin men tomoshabinga uning nega bunday ayolga aylanganini, ichki og'riqlarni ko'rsatib berishga harakat qildim. Bu rol meni aktrisa sifatida juda boyitdi. Bir zamonlar Chukurova, bir paytlar Chukurovada, ya'ni Zuleyxa seriali jahon miqyosidagi zafar bo'ldi. 4 yil davomida rekordlarni yangilagan ushbu serialdagi Zuleyxa Yaman roli Hilolni dunyoga tanitdi. U oddiy tikuvchi qizdan to Adananing eng qudratli xonimigacha bo'lgan ulkan o'zgarishni bosib o'tdi. Zuleyxa bilan birga men ham ulg'aydim, ham qiynaldim. 4 yil davomida har kuni suratga olish maydonchasida uning azoblari, yo'qotishlari va sevgisini yashab o'tish ruhiyatimga juda katta ta'sir qildi. Bir kuni perulik jurnalist menga bizda hozir yangi tug'ilgan qiz chaqaloqlarga Zuleyxa deb ism qo'yishyapti deganida ko'z yoshlarimni tutib tura olmadim. Bu mehnatlarimning eng oliy mukofoti edi, dedi aktrisa jurnallarga bergan intervyusida. Shahane hayotim, mening ajoyib hayotim 2023-2024-yillarda suratga olingan serial. Bu loyihada u Shebnem obrazi bilan porladi. Hozirgi kunda Burak Deniz bilan birgalikda Saxtekarlar, firibgarlar dramasida Osiyo rolini ijro qilmoqda. Karyerasidagi yangi maqsadlari haqida Hilol Oltinbelek shunday deydi. Endi men faqat kuchli, o'z so'ziga ega va originalligi bor ayollar obrazini yaratishni istayman. Har bir yangi loyihada o'zimni avvalgisidan ko'ra jasurroq his qilishni xohlayman, deydi u. Shaxsiy hayoti, falsafasi va go'zallik sirlari haqida u nima deydi? Masalan, Instagramdagi sahifasi haqida Hilol Oltinbelek mana shunday deydi. Men ijtimoiy tarmoqlarga umuman berilmaganman. Sahifamda kundalik hayotim, uyim yoki shaxsiy olamim deyarli ko'rinmaydi. U yerda faqat suratga olish maydonchasi yoki sifatli fotosessiyalar bo'lishi mumkin. Men o'z shaxsiy hayotimni ko'z-ko'z qilishni yomon ko'raman, deydi Hilol. U shaxsiy hayotining chegaralarini juda qattiq himoya qiladi. Hilol Oltinbelekni ko'pchilik sport zalidan chiqmasa kerak deb o'ylaydi.
ammo aktrisa buni inkor etadi. Mening qomatim bu 100% genetika. To'g'risini aytsam, men deyarli hech qachon sport bilan shug'ullanmayman. Faqatgina bir sirim bor. Men qizil go'sht yemayman, faqat baliq va dengiz mahsulotlarini iste'mol qilaman. Sog'lom taomlarni juda yaxshi ko'raman. Shirinliklarga ruju qo'ymaganman, degan edi u Hurriyet gazetasiga bergan intervyusida. Yoshligidagi shoshqaloqlikdan butunlay voz kechganini aytadi. Yoshroq paytimda juda jizzaki va shoshqaloq, kelajakdan xavotirlanadigan qiz edim. Hozir esa hayotni juda vazmin va sekin yashashni o'rgandim. Ruhiy xotirjamlik men uchun har qanday muvaffaqiyatdan ustun. Hilol Oltinbelak hozirda o'zining suratga olish maydonchasidagi sherigi Burak Deniz bilan yaqin munosabatda. Shov-shuvli kechalardan ko'ra u kuchugi Yupiter bilan tabiat qo'ynida kemping qilishni afzal ko'radi. Aziz kuzatuvchi, siz Hilol Oltinbelak ishtirokidagi qaysi seriallarni tomosha qilgansiz? Xususan, uning Zuleyxa serialarini ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ana shu serial va uning roli haqidagi fikrlaringizni izohlarda albatta yozib qoldiring.